alamiz. Bulupla her qaysiңlarning güzel turpamga mehmon bo'lib kelganlarni qarshi olamiz. Mening ismim Anarxon. O'ylab beqinglarchi, bu ism sizlarga tanishmi? Yoki naqsham orqali buning ma'nosini saninglarga solaymi? Qani, muzikani qo'ying. Bugün akşamga elçi keledi ekan. Ular hazır yolda kelib yetibdi. Nima? Yolda kelib yetibdimi? Men hazır bek aldirash, bu yerdan ayrılamayman. Bir amal qilib ularni to'sib kelin. Xotirjam bo'lib, bu ishni menga topshiring. Men hozirlamay. Anasi, tayyorlig'ingni bitib qolgandi. Ha, tayyorlig'im bitdi. Tamog'inglarni tayyor bo'lgandi. Xotirjam bo'lsa dadisi. Hammani taqib qo'ydim. Hamsa chiqib qarab beqinglar, mehmonlarmi kelay deb qoldi. Aras. Qandarxon sirtqa chiqib o'zini dog'liq etib tursin. Men uningga degan, lekin uning burni qonab tursa, talog'i chiqishga be'apkan. Uning burniga zodi nima bo'lgandi? Hadisli qanaqa. Nimishqa doktorga ko'rinib boqmaydi? Doktorga ko'rinibdi. Doktor uningga davanching degan ham issiq, ham qurg'oq, shamolni jiq chiqadigan joy. Burunning qanishi normal ishdir. Shuning uchun u burroq to'y qilib Urumchiga ketish kerak edi. Oxiri bugun uningga elchi keladigan bo'ldi. Eng yaxshisi, cho'ng qizimiz o'zini dog'liq etib tursin. Tanishtirgan kishidan anglasam, qizimizga topgan o odam nikohdan ajrashganmish. Yeshimi 50 dan oshgan ekan. Masala yoshda emas. Eng tatliq uzummi qir tilakdan tushadi. Sizlar nimani bilasizlar? Taga? Mashinadan tushla. Sizlar to'g'ri aytdilar. Bo'ydoqda haqiqatan chiroyli qizlar ko'pkan. Qizchaq, bir ishimiz bormi? Men Anarxon bo'laman. Bo'yliqdagi xalqning kichik qizi. Bu yerga bir aziz mehmonni kutish uchun kelib edim. Efendim, qaysiri bo'ladi lekin? Men bo'laman. Taga, meni chiqishdan ekan deb qolmislar. Bugun sizga bir ishni aytqili keldim. Men elchi, qanday ishingiz bo'lsa, menga de. Ailemizga efendimning fazilati hamma hal ahvolidan intayin rozi bo'lgan edi. Shug'ini siz efendimning zodi qanchalik pul borligini, achamni amirga ilishga pul chiqish qildigan qilmaydiganligini so'ralishni unutib qolibdimiz. Buningga gap ketam dojoyni qo'lligida raus patursa. Shundaqda mol sanini aniq bilib olay deyman, ha? Taqa, sizlarning boyliqlari zodi qanchalikdir? Bir tumanmi yoki bir qancha o'n tumanmi? Sanini aniq aytib baqsizlarchi, zodi qancha pullar bor? Az deganda 1 million. Nima? 1 million? Voy. Aylanib qolay dedim. 1 million? Voy, o nimaga yetadi? Nima? 1 millionga yetmamdi ekan? Albatta yetmaydi. Men sizga hisoblab beray-a. Urumchidan butun ailemizga qatqidek bir yurish uy setib olamiz desak, necha o'n tuman ketadi? Agar yana yaxshiroq bir mashina setib olsak, o'chaqda turmush qilsak qolaylik bo'ladi. Hey, to'xta.
Almadık akam öğlenmekçi olup kalsa ocakta yengemle mi kaçırıp geldi? Bo'ldi, bas. O'tgan qitim uyonlardikilar oila bo'yicha ko'chib berishni aytmagan to'g'ri. Bu qanday gap? Aytmaganmidi? Faqat aytmagan. Hatto to'liq to'g'riliqmi ig'izlashmagan tursa. Asta, chatoq bo'pti. Bundaq gaplarni odatda rasmiy hududlashtirgan kanal o'tirib qo'ydigan tursa, men nemishqa hozir deb yurgandim. Endi qanday qilaman? Chatoq qildim. Acaba ochingiz oltinda so'qilganmidi? Shuni deyman. Ochingiz oltinda so'qilganmidi? Albatta. Ocham degan oltindimi ko'p pulga yaraydi deysizlar? Gapimga quloq solsa, ularni bo'ldi. Ishqilab tanishtirgan chog'dimi? Bundaq gap yo'qdi. Turing. Tag'a, gapimga tegmadi quloq solslar. Qo'ymaydigan gaplar vaqtida aloqalarga qo'shilib, yana o'ylashmoqda bo'ladi. Tag'a. Hey, tag'a, gapimga quloq solslar. Gapni ochiq qilyapmandilar. Katta. Katta. Hamiz katta. Kim katta? Tag'imiz katta. Ha? Hey, qaysigan katta? Sizlar taklif qilgan mehmon bo'lmamdi. Uni men nasihat qilib katkizratdim. O'zini nima qilgan? Dada, ranjimizlikchi. Deylik tag'am helim yaxshi katta. Uningga kim tegapti? Ya'ni kelib o qiyra odam kan emasmi? Qiyra bo'lsa nima bo'ladi? Kuni yaxshi o'silib bo'lmadimi? Uni uyingga akilib, pishirib yemding-ya, ha? Uni men yemdim-a? Mening uningga o'tkidek tishim yo'qchimi? Dada, men uchun ortiq ham yemisizlar. Men bir qarorga kelib bo'lgan. Agar muvofiq loyiq chiqmasa, tanha o'tib ketishga roziman. Ayol kishi uzun, har kishi tilak. Uzun tilakdan ayrilsa, qurib qoqib qolgan tursa, pulga yaramdi. Dada, sizlarga Kerimning zodi nari yarim edi. Nima deding? Ayni vaqtda nemishqa uni uydan qo'g'lab chiqarib yetdilar, dada. Kerim degan harbiy. Uning ustiga o doim sirtlarda yurgachga, men seni uning bilan chidirlarda uy tutib, kun kechirishingni xohlamagan. Dada, acaba men shuncha o'zimdan beri sizlarga yorgan o'sha erni izlab yurib kelmanda. Qizim. Dadangga bundoq gap qilsang bo'lmaydi. Bu oilda faqat mening deganimni hisob, agar yolg'iz o'taman deydi kelsan. Sana shuni deb qo'yayki, bu oilaga qaytib kelguncha bo'lma. Acha! O'g'lima, u shu choq bilaklarni panatat yasha olasin. Dadam bilan ocham har qatim gap talashsa, natijasi chiqmasdi. Buning sababi shuki, 8 yil ilgari dadam Kerim ismli yiliqi shoyi darajalik payjoni uyimizdan qo'g'layotgan edi. Kerim bir munavvar harbiy bo'lsin-u, lekin dadam o'z qizining bo'yliqdan yiroq joylarda yo'l yasaydigan bir harbiy bilan tog' jilg'alarda umr o'yatili yashashga chidamagan edi. Shu choq bilaklarni panatat yasha olasin. Shu choq bilaklarni panatat yasha olasin. Süleyman van Munarni ekskursiya qilgandan keyin, ehtimol sizning fikringiz necha yil ilgirki tarix ustida sayli qilishi mumkin. Amdilikda men sizlarni Jungo tarixidagi yerlik va haybat suv inshootlardan biri bo'lgan Karuzlarni ekskursiya qilishga boshlab boraman. Bu Karuzlar pochtxona. Hey, ustam, mashinani to'xtating, men tushib olay. Hampas, men posilka qilyaptim. Yaxshimisiz? Dal vaqtida kelsiz. Hey, men o 2000 yen pulni birga mondirib yetdim. Bo'ladi. Adreschi, Beijing Millatlar universiteti biologiya fakulteti. Qisqacha eskartish yozib qo'ying. İlham, sizni shundoq sevgandim. Nemishqa arbos chiqmadingiz? Siz bilan ko'rishgili aldirabchi. Bir necha kun sirtga chiqiblar, qaltis sherinsizlik bo'lib ketibsiz-da. Qiynaluvchi bo'lsangiz, opam bilan yuzrani so'zlashib Almuxon, Kasan uyga qayting. Yengam kaltak ko'tarib Kamilni qo'llab, surtoqay qilyapti. Kasan uyga qayting. Kapsan bo'ling deyman. Tez bo'ling.
Yuqar. Ayenge. Yürü bırak yürü. Gitmeme Allah. Şaka bitemem. Benim uzunlarımda bu konçalı kılmakçımıdır. Benim kılıvatıdılar. Kamılını ben evetken ayakla taşlısa deyim. Onun gayet doğrularını bir yerden etketsin. Ayenge. Ayenge. Keçirim. Fakat tuyuqning möyti verilirler. Men ayenge deb chaqiralaydim. Ay mama, o temkinizden doğru. Zehirsiz. Zəhərsiz? Əmisi içib yıqama. İçməmsiz. Abba, bu degen ilim-pən, bilvatamdıla, ilim-pən. Quruq gep qılma. İlim-pənni çox, mən mi bilemən? İlim-pən boyutu aytqanda qız pərzəntlik boluş, yoki oğul pərzəntlik boluş dadığı bağlıq iş. Lekin mən qız doğub edim, dadağım meni kaltaklab, dumbalamadım o. Ay mama. Mening üzümlerim sincisimiga loyiq yeshil üzüm. Xemiye ve o'g'it ishlatilmagan, ta'm kirgizgich dorilarning keragi yo'q. Yigit, siz to'yiqliq bo'lmagandikin, mening o'zim zarliqimga ham qizim olmoqamga yaqin kelguchi bo'lmoq, angladingizmi? Nima degan chiqaqlar bu? Oldi tarafda zaten yutmagan o'xshamamdi. Mashina to'xtab ketibdi u. Amalda o'tib chiqsak bo'ladi. Qo'mish bu yerda bir kech tumish to'g'ri keladi. Bo'ldi. Mush yerda to'xtaman tushib qarab qo'y. Oldi tarafda nima ish qopdi? Siz bugun Urumchiga yetib borsak bo'lmaydi. Keçirim, körükle tiyanıp gitti. Şunu da sizlerimiz kılıvatınız. Kendiniz kayıt gitin. Qaytandimi? Men bir mashina sayohatchini etkilgan tursam. Keçirim, ben belki bir cırak kılıvatımı. Kendinizler kayıt gitinler. Ular bugun aeroplanga ulgurmasa bo'lmaydi. Men Turpan Yalçındak sayohat kooperativining bosh direktori, eng chong boshliqni chaqirib keling. Neymiş oldu? Bu yerdeki en çok başlık manı ben. Dokula, etraf başlığı. Ben agahlandırsam mı? Ulanın maşinesi biz ötüp etmekçi buluvatıdı. Ben devlet başlıklarını yüzdiranı körüp bakmaz. Ama baş direktörlerini köpüyken. Han, siz genelde kendiniz kayıtın. Kerim, bu sizmi? Siz... Men Anarxon. Turpandagi Xoliq Axunning qizi Anarxon. Qandarxonning kichik singlisi. Yiliqqa quyruq cherigish. Siz Ahchan bilan yurmaganmidingiz? Kuyruk çörgüş? Şunca ulan çoğup gettiniz mi? Mening bundaq chong bo'lmog'imni asal qilib Baş biladigan. direktör bo'psiz, he? Siz nechun atraf boshliq ekansiz bu? Sizni bu yerga ushlab chiqalarimni o'ylamoqchikanman. Men shunda. Buni kiyib qarang'i tushganda havo sovuqroq. Kerim aka, hijrlarni berib turganingiz rahmat. Cho'ng bo'lgan siri sizni takaldib ustib ketibsiz. Xatoningiz tinchlikmi? Opam yaxshi turyotdi. Dadamning o'tgan yili bir qatim yurak sanjig'i qo'zg'alib qoldi. Biroq cho'ncha taq yo'q. U degan alayda materialdan yasalgan odam. Achamni so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Qandarxon demsiz. Qandarxon tinchlikmi? Acham yana Davanchon shamol elektr stansiyasida ishlayotdi. Texnik to'y qilmadi. Biror loyiqni topmadi. Nima uchun? Acham sizni zotli unutmaganda qiladi. Sizchi? Achamni o'ylabmi qo'ydingizmi? Shayton qiz, gap elishga ustuzimi siz? Xoliq Axunning uydagilarning hammasi sizman emasmidi? Kerim aka, javob bermamsiz. 8 yil bo'ldi. O'g'limni 5 yoshga kirib qoldi. Balangizning onasimi sizga o'xshash harbiymi? O harbiy doktor edi. 2 yilning oldida qora qurum teg'ida mashina hodisasiga uchrab qurbon bo'ldi. Nima dedingiz? Kech o'tganda siz kirib aramaylar. Keyinchi birini deyishamiz. Balaga o'zingiz qaratamiz. Shundoq. Qizim qayerga borsa, u mushaga boradi. Bala mushayadimi? Bangjon, ikkinchi siyosiy komissarni chaqirib kel. Hop. Cho'ng atraf boshlig'i. O bardashlik berolmay, xeyirlar qolgan edi. Jangchilarning hammasi uni ikkinchi siyosiy komissar deydi. Shundoq desa, u qo'shilib ketadi. Shakibek, mening kimligimni bilamsan? Meni Acha degan. Tursun gap qilolmaydi. Mashina hodisasi yuz berganda, u mashinada edi.
Hayatını saqlab qala olgan bilan gap qilmasmoqqa. Tursun. Mening ismim Amarxon. Qashqimni qaraydilar. Ah, gijonim yariya. Ah, gijonim yariya. Ötep qashimni men yuray. Jon gijonim yariya. Ötep qashimni men yuray. Jon gijonim Peshqadam boshliq. Bu yilqi yashin g'ala guruhining musobaqasiga sizlarmi qatnashamdilar? Ternerning og'zida qarayman-da. Haras. Peshqadam boshliq. Anlasam, yana kuy o'g'illari sizlarni yo'qlab ketdimish-ku, ha? Sendek öklistiga bu ishlarni surishtirishni kim qo'yibdi? Bu odamni men ko'rgan, shuni sal qilaroq ekan. Qambarxonga men boshqa birsini tanishtiraymi, ha? Sen nima? Kishiga loyiq topolg'ida karomating bo'lsa, bu yerda o'pkis sotapdingmi? Qizimga terjidan birini topassan tayliq. Ola, pulini. Peshqadam boshliq, odamni unchalik kamsitib ketmisizlar. Navir ochamning o'g'li chet elda o'qiyotdi, juma. Bo'pti, o'qisa qo'yasan. Men endi mangay. Kerim aka, rahmat sizga. Bo'ldi, mashinaga chiqdim. Achamga xat yozishni unutib qolmang. Tursun. Acham bilan xo'shlashdim. Tursun, xo'sh. Achamga telefon qilishni unutib qolmang, juma. Xo'sh. Dadisi. Qaysi kuni degan gaplari rasmi? Qaysi gapni deysiz? Eliq kuni sizlar cho'ng qizimizga agar yotliq bo'lishga qo'shilmasang, uyga qaytib kelgacha bo'lma demidilami? Bu munda xizab qo'ygan gap emas, balki qaror. Qat'iy ijro qilinadigan qaror. Nima deganlari bu? Uni qaror deb kelib bo'lmaydi. Undaq deyishga aqllarmi yo'q? Agar qoyil bo'lmasa, ovoz qo'yib boqayli. Kichik qizimizni anglasam, o'g'limiz Po'lat Tuyuqdagi biraylarning Olmaxon ismli qizini tepib olibdi-dak. Anglasam o qiz bak chiroyliqmish. Tuyuqdagi? Kimdan qiz ekan? Tamaqangni yap, andin mangmamsa. Po'lat bir nechkilik tajriba materiallarini selishtiramiz deydi. Men berib kelay. Yolg'on. To'y qilishdan burun meni aldisang, to'y qilgandan keyin ering seni aldaydi. Voy, apa, sizga zodi Po'latning qayeri yaramaydigandu? Yaramagan gap emas. Anisi nemishqa onun bilan qoladilar? O degan Xoliqning o'g'li. Xoliqning uydagilarning hammasi kasab qizim. Appa, siz zamonning kaynat qatqiladimi? Hozirgi davr Xoliq degan ishlarning zamoniga o'xshamaydi. Mayli, qaysi zamon bo'lsin.
Men sening turmushda menga o'xshash kuniga qilishingni xohlamayman qizim. Appa, lekin dadam bilan to'y qilibmi baxtli bo'lganlar. Biroq uning umri qisqa keldi emasmi? Yaxshi kunlarga amdili erishib, lekin ta'lim ko'ch kelib. Dadam meni tashlab u olamga safar qildi. Men nima degan sho'r peshona? Bayısılı Polat tuyuqdaki bir kızını yaktırıp kaptı deydinla. O zat kimden kız ki? Polat onu başlap kelgende özür sorap baksa. Mening hazırlı bilgim ba. O zat kimden kızıdı? Ayımның kızı eken. Elik ayımni unutup kalmağalla. Ayım? Ötüp deşip şuna kızın tekitdi de. Kakaklat Filip'li ketdi onluğa xotan. Däl ayımның kızı eken. Anam dayım nemi tersen şunu alısan deydigan. Eyneli tikip koygan küçük üzümleri man emdi pişip demez mi? Ben kaçan kayısı küçük üzüm tikip diken Öz vaxtida sizlar ayımni tashlab ketibdikanlar. Man emdi ayım oğullarını optan baplap onun edibini rafa berdigan bo'ldi. To'la jinin o'taydigan gapni qilmanglar. Bo'lmaydi. O'g'limga oyimning qizini hargiz epmayman. Siz hozir kent boshlig'i emas. Men sizlarning qarorlariga qo'shilavermayman. Öz vaqtidagi cho'ng qizimizning ishini o'ylasamlar qattiq pushaymon qilaman. Biz ash Kerim degan yigitga yuz kelmaymiz. Endilikda o'g'limizning to'yi ishini buzadigan bo'lsa, men sizni hargiz kechirmayman. Mening faqat mush bir o'g'lim bor. Oy. Sadiq. Sağlıkka, bu yak kep kaptılgı. Üzüm kurtu otam sen. Bir işler var mı? Senden ben bir işini soray dedim. Ötkendi gibini kılan heylakka chet elda okuvatkan tuqqunun to'y qildimi yo'q? Yo'q, o aldirash bo'g'ashqa hozirgacha to'y qilmadi. Shug'inisi xalash xolmasligini bilmaymiz-da. Oy, xalqqa sizlar qarorlarini o'zgartirdimi yoki qizlarimi? Malal ko'may bir vaqtni ularga o'rlashtirib bergan bo'lsam, ular yuz ko'rsa, Qandar hammo qarorini o'zgartib qolar. Anarxan, agar bekli andishida qolgan bo'lsang, o'zingni telefon berib baxsang bo'lmadimi? Biz faqat qisqa uchuv berishga kelishgan, biroq bu muqamlashmagan ishkan. O ehtimol imtihondan o'tmay, men yuz kelmayotgan bo'lish kerak. Shundaqdimi? Bu degan cho'ng ish tursa, u imtihonni qanday berganligidan seni xabarlantirib qo'yish kerak-da. Ya'ni kutib boqay. Balkim natijasi texnik chiqmagandir. Olimadiz o'tmagan bo'lsa, men so'rayversam, uning ko'ngli parakanda bo'lmamdi. O'zi uning ko'ngli parakanda bo'lsa maylimi? Mushuni gapmi? Bu taraflarni o'ylab ketmadim. Men faqat uning o'qishga erishganligini, o'zimning uni izchil qo'llab-quvvatlashim lozimligini bilaman. Singlim. Obdan quloq sol. Ayollarning fikr-xiyoli xuddi bir eqinga o'xshaydi. U eqinni hargizmi chilbayovonga boshlab qo'yma. Undaqda Kerimchi. U mundak yermi yoki chilbayovonmi? Kerim. Acha, men Kerim akamni uchratdim. Shundaqmi? Uning qismi tavancham teg arasida ekan. U yaxshi turib yetibdimi? Bak ig'ir kunda qopdi. To'y qilgan ekan. Ayoli mashina hodisa qazo qildi. Hozir u 5 yoshlik o'g'lini birga elib yurib, tog'arasida yo'l yasab yetibdi. Bolasi tehi qochgan degina.
Hazır onun nadiligini bilemsen. Sen de ola turgan kısımның telefon numuru barmı? Sormaptı men. Lekin men onunla senin yanala elektrik stansiyada işkenligini deppadim. Menimcha o özligini sen bilan aloqalashidi. O degan erkish tursa. İlhan, sizni bekme sığındı. Tezrek kız kucur yolu sınıflattı. Vay, resmi ilan çıktı mı? Ötüsüz mü? Nime? Öz xırayıştığınız bilen okum dikensiz? Qancha pul ekan? Men cho'qim amal qilib sizga yordam qilaman. Dada, men qaytib keldim. Laqwa. Topni o'ngishibni garg'i tushiramigan. Bukkalla. Dada, Ha? Nima ishing botdi? sizlardan 50 milyon qarz turay degandim. Uncha ko'p pulni nimaga ishlatsa? Sayohat kooperativimizning oylanma mablag'i ancha ko'p emas. Shunga Tushundim. Aylanma mablag'ning ma'nosi bu 50 ming yuan aylanib oxiri yana o'z joyiga qaytib keladi deganlik. Tushundingmi? voy dada. Amsa men mush yerda o'tirib, u aylanib qaytib kelguncha. Berib turgan bo'ldingmi? Hey, mana qara. Achani ko'rdingmi? Ko'rdim. Nima? Hey? O chet elda o'qiyotgan yigitni yaratmandi ekan. Jamni oladigan ish bo'lsa-mu, bu gapni achamga hargiz demayman. Nima ishqa? Dada, Kerimning nari yomon. Nima ish qoni yoqtirmaydiganlar? Hey, men Kerimning narining yaxshiligini bilmayman. Shunga men uningga o'sh. Kerim bilimlik, mas'uliyatchan, odamgarchiligi kuchli yigit. Uning vujudida nurg'un isl fazilatlar bor. Acham shunday yigitga yotiq bo'lsa, nima bo'pti? Amsa uningga o'zing tegib ol. Oching tegsa hargiz bo'lmaydi. Tegsan tegdim. Shunday qilsam nima bo'pti? İlham, siz chet elga chiqib kelsangiz, siz bilan qancha uzunda ko'rishaman. O'ylab baqsam, kichik qizimizdan Saadil andish qilmaydi ekanman. Bolalarimizni ichida Anarxon eng yaxshisi. Men sizlarga 3 bola tug'ib berdim. Sizlar yolg'iz uni yaxshi tasir bo'lmas. Sayohat kooperativining mablag'i rostli yetishmamdi ekan. Buni so'rab baqlama. Bizning bankdagi pulimiz tayinli tursa. So'ramayman. Sizlarmi so'ramanglar. Xotirjam bo'linglar. Anarxon hargiz yo'qolgan ishlarni qilmaydi. U pulga jiddiy ehtiyoj bo'lib qopti. Bankning ichilishiga ulgurib darhol beringlar. Darhol? Darhol. Anladingmi? Anladim. Bankiga darhol bormanda qancha pul bo'lsa, hammasini ilib Anarxonga tutqizib qo'yaman. Taraf olinglar. Teşkil kızlar. Bu izinledek okşak kızım. Almahan. Apa? Oy, ayım hamma. Ben bana yemse. Kızım, özünü tartıvarak yürü. O hazırlattın sana elçi kirgizmeydi. Ondak emas apa. Polat uyimizga elçi evatmekti. Qachon? Bugun kechda. Apa,
Sizlar o'z vaqtidagi uning dadasi bilan bo'lgan ishlarni deb Po'latni qiynamaydiganlar. Qizim, iddiyangda tayyorlik bormi? Oppa, Po'latni yaxshi ko'raman. Po'latni qabul qilsa, bo'lamdi, oppa. Rostini desam-ku, Po'lat men o'chkirdigan bolalardan emas. Undaqda ko'ngillarda tayyorliklar bor ekanda. Vaqti kelganda bir gap bo'lar. Nima? Elchilikka o'zim boramdi ekanman. Shundoq o'xshaydi, dada. Shundoq o'xshaydi. U o'zini kim chaqlaydi ekan? Qandaq gap bu? U o'zini kim chaqlaydi ekan? Nayt shu ko'rib tushgan kent boshlig'i. Qaysi bir kadrning bolasi o'ylansa, elchi qo'yib to'ylashmaydi ekan? Bu degan al-Musaqdan tortib davom etayotgan qoida yo'sin. Qoida bo'yicha aytgandimi, uning degan yo'lsiz emas. Biz uni uyiga salomga berishimiz kerak. Biroq bu ishga o'zlari bormaydi-mi? Biz bir obro'li kishini uning uyiga elchilik avataylik. Durust. O'g'lim, quloq sol. Araga elchi qo'yaylik. Mana bu bizning qoidamiz. Elchi bilan xo'shim yo'q. Elchilarning hammasi kazab keladi. Ayni yili menga kelgan elchi dadangni o'kizdek kuchli ham sog'lom degan edi. Lekin u meni top-to'g'ri 20 yil pul qoldirdi-ku. Ularning to'ylik milining bizga lozimi yo'q. To'yga ketarlik lozimatliklarni allaqachon taqib qo'ydim. Unutib qolma qizim. Men to'yuqdiki eng boy ayol. O zodi boy xotinmiga yoki besham xotinmiga? Bu ayım zodi nima qilmoqchidir? Men uning dadisi kent boshliq janoblarini oldimga yelindirib keltiraman. O qaltis erbab emasmidi? Faqat u oldimga keladigan ondan qizimni Po'latga beraman. O menga yana kapolatnoma yozib, tamg'isini besberish kerak dedi. An kapolatnoma yozdirmoqchi ekan? Chaqapti. Bu qandoq to'ylish bo'ldi endi? Oppa, bu qiliqlar zodi qonlashmadi. Qizim, agar gapimni anglamaydi ekansan, mening seningda qizim yo'q. Navada uning bilan to'y qilsangmi, sana bir tal yangi chaqliq narsa bermayman. Bermishli mayli, o'sha jonlarni menga sanchib o'ldiribsizlar. Dada, rasm deganda Ay Muhammadmi silini o'ziga boshqa turmoqchi. Nima? Berib o xotinga deb qo'y. Men xoliq kallam ketadigan, qinim tugiladigan ish bo'lsa-mu, uni oldiga hargiz boshiga bo'lmayman. Bo'la. Chaqsa bo'la. Chaqsa bo'la. Bo'la, chaqsa berib naqshani ayt. Bo'la, Almaxon uyda bor ekan. Naqshasan u chiqadi. Ma'qul, ayta.3个月亮爬上来，一个来爬上来，照着我的姑娘梳妆台，一个来梳妆台，请你把那纱窗快打开。再把你的玫瑰摘一朵，轻轻地扔下来。再把你的玫瑰摘一朵，轻轻地。Jigit, qani jigiring bo'lsa, naqshangni davomli aytaymansa, ayta. Ko'kdagi shu hilal ay, lay la lay, hilal ay, yar uyini yuritar. Oppa, o naqshni aytayversin-chi. Tan otqich aysimi, menni bergan düşmeymen oppa. Bala, yıqlama. Hamma ayıp mende. 30 yıl ilgirla
Muşu suni onundan zık keçivetken bolsam, bugünkidek başı ağırkım mevcut olmaydı. Hamakat sağlam. Sen pulunu onunğa muşundaqla ivetip etdingmi? Men pulni onunğa öz qo'lim bilan apirib berolmayman-da. Shuncha aldirashtasam, sayohatchilarmi shuncha ko'p tursa? Ang bo'lmagandimi, onunğa qarz uchib yozib olsang bo'ladi. Acha, agar Kerim pulga mushundaq ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, sen onunğa hujjat yozdirib olatdingmi? Ailemizde dadamningla bag'ri tash. Qag'alarimiz nemishqimi bag'ri yumshoq yerilib qolgandim. Bo'ldilar. Men faqat uni o'z qilgan ishni qilib olsin dedim. Apam shuncha yillardan beri dadamni izchil qo'llab kelyotdi-ku. Dadam degan tog'dek yulak bo'la oladi. Apamchi, u faqat raislik bilan dadamga yulinib yashaydi. Singlim, sening yana uylanchiging bormi? Taraf, men sana bir sirni aytib beray. Men uni Tangirtog'ning janubiy va shimolini qazib oxir topdim. Rasma? Acha, sen degansiz qanday o'zimni qayerdan topganligimni sana hargiz deb bermayman. Kerim Shayxanzada bilim oshirib etibdi. Biz kelar oyda ko'rishadigan bo'ldik. Ajan Qandarxon Kerimni ketdi. Ajan oxiri qadini ruslaydigan bo'ldi. Bugün Şinjanның elektr energiya sistemasi bo'yicha kasbiy layoqat turining eng oxirgi imtihoni. Har qaysinglarning muvaffaqiyatli imtihon berishinglarni umid qilaman. Yana shunlarni aytibtinglar. İmtihon maydonining tartibiga diqqat qilinglar. Acha, Shayxanza yiroq emas bu. Biz xotirlamaylik bo'lmaydi. O'g'illik atiganda beradigan bir maydon imtihonim bor. Ondan boraylik. Amsi o'g'illiki bo'lsin. Men sayohatchilarni Urumchiga apirib qo'yay. Sen shamol elektr stansiyaning ikki kursiga rayonga meni saqlattir. Biz Shayxanzaga shiddat bilan hujum qilib, Kerimni kiritamiz. Acha, sana bekme helisim kelayotidir. Anarxan, çapsan bolun, maşini kozgulay dedi. Kızım. Kızım. Acha. Dada, birdam o'tiribsizlar. Dada. Doktor ana. Doktor. Kızımning ahvoli qanday? Sizlar bemorning urib Ahvoli qanday?
Bemorning hozirgi ahvoli ancha yaxshi emas. Dastlabki diagnozdan qaraganda ig'ir holdagi qon ozliq kesilgan. Sho'rba bilan qon ozliq kesilni davolag'ili bo'ladi. Men hozirli berib. Tag'a, qizingiz jiddiy xarakterlik oqqon kesilib giribtor bo'pti. Uni odatda kishilar qon raki deb ataydi. Doktor, qizimni davolab, saqayt qilib bo'ladimi? Biz barliq amallar bilan davolaymiz. Bemorda ilgari kasallik alomatlari ko'rilganmi? Ochamning doim burni qamaydi. Burun qanash oqqon kesilning eng tipik alomatlarining biri. Bu intayin yomon xarakterlik kasal. Kasallik alomati paydo bo'lgandan tortib, oxirgi bosqichga qadar faqat bir necha oy davom qiladi. Hammanglarda ideviy tayyorlik bo'lsin. Appa. Dada! Ushtan tut kutilmagan balo qazoga yuzlanib qoldik. Ochamning kasalga mubtalo bo'lishi bilan dadamning qon nuqchisi kesiliga giribtor bo'lib qoldi. Doktorning deyishicha, ancha cho'ng xatarmi yo'q ekan. Buni odatda saytda bo'lish deymiz. Biz dadamning salomatligini ko'zda tutib, uni Turpandagi uyimizga olib qo'ydik. U har kuni opam bilan Olmaxonning o'rinlashtirishini sukut ichida qabul qiladi. Biroq eg'iz gapmi qilmaydi. Doktor bizga Qambarxonning teni to'liq ojizlab ketyapti. Ideyanglarda tayyorlik bo'lsin deb ochiq aytdi. Qambarxon. Qambarxon. Oxiri keldingiz. Ocham ketdi. U haqiqatan Turpanga qaytib ketgandi. Salanchilda shamol chaqpinaklarini ko'rib turgan joyda ko'z Men bu yerdan o'tgan chog'da go'yo ocham Qambarxon menga qarab qo'l bilan tutgandek bir tuyg'uda bo'ladi. To'xta! U xuddi nihoyatda aldirash ketib Mağın nimelerni bir demekçi bo'layotgandek. Ammo ulgurmayotgandek tuyuladi. Akşam mağın nima demekçi bo'laydi. Men uni tushlarimda ko'radim. Anarxon. Anarxon. Nim bo'ldi? Dadang yo'qdirdi. Dadam yo'qmikan? U nega ketgandi? Ben mi bilmedim, hiç yer görünmeydi. Yetken apa? Dada, uyga ketaylik. Kechki shamol tegib qolmasa yana. Kechda uyga ketaylik. Dadasi,
Nima deganlar bo'lsa, ba'vaslar ichinglar siqilib ketmasin. Paşağa. Ben bayağı çok kızınızı kördüm. Benim kızım. Çok feleklerle hemire bulup öpkinde. Oturup koydu. Kızım Kamerhan. Sen rastımız çakmıleklerle hemire bulup kaldın mı? Çağırıp ıslasın. Ben kadar kılım ayrılıp kaldım. İlhamның chet elga chiqib ketganiga xeyli uzun bo'lib qoldi. Nemishqa hozirga chiqib xabar kelmaydigandi. Yanfonimga to'knilib qachib oldim. Yanfonimning signali nihoyat kuchli. Nima darhol telefon qilsangizchi. Agar telefon qilish qolaysiz bo'lsa, qisqacha yo'llasangiz bo'ladi-ku. Anarxa, sizga xat ketdi. Chet eldan ketdi. Kızım, qaytib keldingmi? Kızım, ishni acha. Anarxon, ishni acha. Yana bir urib tashla. Anarxon, ishni acha. Qizim, ishni aç. Kaptan ishni aç. Nima bo'ldi Anarxon? Ishni ochqin qizim. Tez acha. Acha. U menga xat avatibdi. U mening uzun yillardan beri onunğa pul yardım qilib kelganimga rahmat aytibdi. U yana chet elga chiqqandan keyin o'zining ilgirki hayotining to'liq ma'nisiz o'tib ketganligini his qilganligini yozibdi. Mening onunğa qilgan yordamim bekor ketmabdi, acha. Har holda uning o'g'il baldachiligi borki, menga rostdan bir parcha qarz o'chiti yeb avatibdi. Yaxshilar. Kimni izlaydilar? Oyimxon. Kep qaplig'i. Kep qoldim. Oyimxon. Faqatli qiyrimsiz, ha? Lekin xili. Bekla qiyirib tugishib ketibdilar. Kent boshlig'i janoblari. Bir ish bilan keldilarmi? Men og'rib yetib qolganda qizingiz olmagandan menga yangi üzümlarni avatibsiz. Rahmat sizga. Men o'zim o'stirman. Mening o'zimlarim
Qılının qosaqlarda sesib ketsimi, yerga tushib sesib ketsimi, men uchun baribir. Qani deslar, nima gaplar bor edi? Men bek aldirash. Men bugun o'g'lim Polatqa qizingiz Almuxonni so'rab, oldingizga elchilik keldi. Ha? O'zlari keplada? Yengilib qo'ydi. Ayımxon, ben an'anaviy qoidamiz bo'yicha oldingizga rasmiy elchilik keldim, tushunyapsiz? Ondaq bo'lsa, men misilni rasmiy taklif qilay. Uyga boraylik. Asla. Ayımxon, an'anamiz bo'yicha mehmonni qiziq choy damlab kutilishingiz kerak-ku deyman. Kechirsizlar. Hozir hal kunimiz yaxshi. Shunga heliqadek taxt choyni ichmaydigan bo'ldik. Hozir biz mineral suvni ichamiz. Qani, gaplar bo'lsa davas. Bo'ptamsa. Ayımxon, hozir sizmi o'zimchilik kasbiy oilasi bo'lib qoldingiz. Qoida bo'yicha ativorliq o'g'illar uchun elchiliklarni bejar keltirmamdilar. Qizingiz xuddi o'zimdinmi shirin qiz bo'pti. Qizingiz Almuxonni osmondagi oydinmi go'zal, qarzning suyidinmi suzuk, beg'ubor desi bo'xidek. Gapni agitmaslar. O'g'ilchong bo'lsa o'ylaydigan, qizchong bo'lsa yotliq qiladigan gap. Hozir mening o'g'lim Polat sizning ato'liq qizingiz Almuxonni yoqtirib qopti. O'g'limning ko'ngli ko'ksi yolqin tog'dek otash ekan, kam. Uning bo'y bastimi Sulaymon Wang Mudordek bahayvat cho'ng bo'ldi. Bo'ldilar. To'la o'zlarini cho'ng tutib, menga surhayvi ko'z bilan demisizlar. Agar sizlarning uydagilarning ko'ngli ko'ksi yolqin tog'dek keng odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida sizlar hargizmi chashqanda quyruqlarni qisib, meni yolg'iz tashlab ketmagan bo'ladilar. Men bu uyda ham vaqtidagi yo'llarga qarab o'ltirmaydim. Men qechib ketmadim-ku. Qechib ketdilar-ku. Nega chashqan bo'lmisan? Sizlar Turpondagi eng nomussiz chashqan. Ayımxon! Quruq gaplarni qo'ysizlar. Bizning qoida yo'lsonimiz o'z vaqtida meni qutqizib olamagan. Endi qizimizni saqlab qolamaydi. Shuning uchun menga kapolatnoma yozib, tomg'inlarni besibasizlar. Bo'lmasa, men sizlarning uyda baqqan to'qinlarga ishonmayman. Kapolatnoma yozib bermaydiganlar. Qizimni o'g'illarga hargiz bermayman. Bu nimalar? Mening kapolatnomam. Men qechib ketmadim. O'z vaqtida oila kelib chiqishingiz yaxshi bo'lmaganligi uchun tashkil ikimizning to'y ishiga qo'shilmagan edi. Ayımxon, mana bular mening sizga kadrlar maktubida turib yozgan xatlarim. To'ptig'i 27 parcha. Hammasi qaytib keldi. Men to'yga qaytib kelsam, sizlar allaqachon ko'chib ketasizlar. Buning ustiga sizni turg'un yotliq bo'lib ketasiz. Hammamiz qayrtmoqchi. Endi sizga 100 kilometr yerim bo'lsa, qizim Qambarxonni o'g'lim ketdi.
Amma xanım, qanday qiz bo'lib o'sganligi nihoyatda aynan. Ben ağır bir tutan çağlarımda o öz kızımdaki bana şundan yaxşı ko'rdi. Almahan kandak özü, kuşkuçum zılva boyu. Almahan kandak özü, kuşkuçum zılva boyu. Sen iş kılatsız. Nakşi aytyapman. Ondaqsa naqşыңызды davamlaştırmay, nemi bu yerda tinch qilib yurasiz? Muhabbet nakşisini başqalar anlab qalsa qandaq bo'ladi? Polat! Behuda avarımsançı. Siz mi gaz emas? Qaramamdığan, bularning shoxlashib ketganini. Hay, agilla, kenala, biz mi birga yetaylik? Ha, shunday qilaylik.看什么呀？不飞也不少，冷漠看什么呀？不飞也不少。她的眉毛像弯月，她的腰身像梅柳，他的小嘴很多情哎，眼睛是你能发抖。冷漠看什么呀？不飞也不少。为他黑夜没瞌睡，为他白天唱歌奏，为他冒着风和雪月，为他鞋底儿唱到头。阿拉木汗住哪里？不关系360。阿拉木汗住在哪？ Eğer qosug'ingiz assa, ishni ostingizli tomoq bor. Almahan! Ne bo'ldi apa? Lanjo Shinjang temir yo'lini kelkin etib ketibdi. Bir haftada aran remont qilib qo'ydik. Bundoq bo'lsa men bo'pti. Hammalar aeroplan tutib bo'lmadimi? Ahmoq qiz. Bizning necha yuz mil yerdagi uzumlarimizni aeroplanda to'shig'ini bo'ladimi? Temir yo'l yasalib qo'yguncha bizning bu uzumlarimiz kesib ketlandi. Qanday qilib qilamiz? Polatning heliqi dorisi, elimi bormidi? Apa! Bir qitimda ishlataylik. Agar sen ma'qul bo'lsang, Polatning peshig'i o'zim boray. Bir qitimg'imi bo'lmaydi. Tajriba o'ngishliq bo'lmadi. Ta'lim nimanchi kajdu? Ayım amma teşvikmi qizim. Qoida yo'sinimiz bo'yicha dadangizni kelib ketdi. Almahan bilan Polatning to'y ishiga meningmi boshqacha fikrim yo'q. O'tgan ishlarga salovat deylik. Lekin akangiz
Kızım Almahanni öyümden şundaqlı ep ketediken emasmı? Men onu, men bir japada bir kıtçon kagan tursam. Ayım hamma, bunu men düşünümen. Şansımızlı boldu. Boptu, ula berip toyxetini eliversin. Lekin, yana bir şartım şu ki, toylaqni o'xshashla olaman. Abba, hech narsa talab qilmayman demaganmidlar? Toy qilmoqchi bo'lsang, og'zingni yum. Sana attachalik qilishni kim qo'yib? Hech gap yo'q, ayım hamma. Men oilamizlarga vakolatdan va'da beray. Qani qanday shartlari borki? O'ylab baqsam, akangizning heliqi dorisi yaxshi narsa ekan. Agar u qizimiga o'ylanmoqchi bo'ladi ekan, shu dorining tajribasini darhol tamomlasin. Shu chog'dala u haqiqiy er hisoblanadi. Men uning pulini faqatli ko'zda tutayotganim yo'q. Lekin mening qizim yaramliq bir erga yopiq bo'lish kerak. Shu chog'dala el orasida yuzim yo'riq bo'ladi. Abba, u tajribaga xeyli uzun vaqt ketadi. Sodiq, qanday qilay deyla? Almahan, men seni 24 yil baqdim-ku. U yana bir mezgil saqlasin bo'g'dak. Ma'qul. Akam yana bir mezgil saqlasin. Undaqda to'yliqchi. Akangizning heliqi dorisi shu. Lekin uning ismini o'zgartib, ay markaliq yangi pet saqlash dorisi deyli. Uning patenti huquqi mening bo'lish kerak. Kim ishlatmoqchi bo'lsa, setib olsin. Bo'lmaydi. Bu dori turpamga mansub tursa, uni nima vasidan sizlarga tagdak? Amsa, menmi unamayman. Almahan mening qizim tursa, nima uchun? Uni Xoliqaxonning oilasiga bagidakman. Ayim hamma, sizlar u atoli qizlarni akamga bermaydigan ishlar bo'lsa, undaqda uni o'zimlar bilan qo'shib, obdan bahada setib olslar. Anarxa! 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 Şunu deb qo'yay. Agar shartimga ko'nmaydi ekansizlar, mendan og'rinib yurmanglar. Qanday bo'ldi? Ondan o'zing so'rab baq. Nemish bo'ldi? Aka, kechirgin. Men chatoq terib, to'y ishinglarni buzib qo'ydim. Deysiz shu, zada nemish bo'ldi? Heliqi ayım hammam bekli g'alati ayolkan. U asli sening heliqi doraning barliq ishlatilish huquqini bu to'yni almashtirish shart qilmoqchi bo'pti. Bo'lmasa to'y qilishlarga yo'l qo'ymaydi ekan. Aka, qaraganda sen bu yuqori baholi qizga o'ylanmaydisan. Aldırma o maqsadım, o'zim amal topaman. Onu ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Onun bedavasını yo'q. Eshiklarni yurkaydiganiga bir necha odam kelish kerak. Nimaga aldiraysiz? Siz armiyani himoya qilamiz deb topgan ozg'in pullarimizni shu faoliyatga sarf qilib qo'ydingiz. Onun uçqashkar davimsiz. Nimani deytdin? Siz onunla, Kerem, ben sizni yaxshi ko'raman. Acamni o'rnida sizga yaxshi bo'lay desangiz bo'lmadimi? Yusuf qilin. Anarxon. Yo'qmisizlar, yaxshimisizlar? Anarxon. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yana bir mo'jin narsani etkapsizlar. 1 avgust armiya bayrami keldi emasmi? Akam yetishtirgan yangi mahsulotlarni titpasida tarqaysalarga ib keldi. Rahmat sizlarga. Avar bo'psizlar. Biz armiyani himoya qilamiz, shaharni suyislar emasmi? Men biz pek aldirash. Qismdagilar hozirlik tamoqqa keladi. Bizni texi tamoq yemaganda. Bizni osh qilsak ketkazatmaydigansizlar. Ondaqmi qilamdigan? Sen teklifmi keltirmaydigan tursak, aloqchi. Ha, darhol oshpazlarga uqtiring, tamoq qilsin. Hop. Hurmat! O'ltiringlar. Yo'ldoshlar, bu qiz doim Turpandan kelib bizdan hol so'raydigan Anarxon bo'ladi. Ya'ni kelib u atrat boshlig'imiz Kerimning yaqin do'sti. Biz endi
onun hazırlaş üçün qismimizga kelganligini naqshimiz orqali qizg'in qarshilaylik. Kim harbi bulup mandi çirağa ki üzüm öz kaldırıp ana sehraga Bizim güzel bağlan tez ana Ben e'tirafim. Ne bo'pti? Sevgi bilen pervişleri hoşti Katarga Anlahan. Kimsizlar. Siz ovoz so'zlang. Bundan lekin sağ salam etmanglar. Senin pul tapmağınlarmı asal emas. Kerim, siz meni kelmang demoqchimi yoki narsa kerak etganman demoqchimi? Ben... Siz bundan lekin bu etmang. Men sizga shuncha ko'p xat yozdim. Siz nima uchun biror parchama javob xat yozmaysiz? Vay. Tursunning dadasi, men bo'ldi? Ma'qul, hozirla boray. Tursunga nima bo'pti? Chataq teribdi. Tursun. Opang bilan dadang seni ip ketgili ketdi. Tursun? Tursun. 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 Bana degine. Seni kim bo'lsa qildi ya? Tursunning opasi. Tursun bugun boshqa bolalar bilan so'qishib qoldi ekan. Onunğa shuncha nasihat qilsam-mu, u gapimni zadil anglamayotdi. Onunğa bo'lgan tarbiyani kuchaytgan bo'lsanglar. Kechiring. Men cho'qim onunğa yaxshi tarbiya qilaman. Asqara. Yiqilib tushmagin yana. Og'aylig'ina. Bu balanıza pek çoğumu. O küçük bala tursa, siz bilan 5 yilg'ish taqvar tutib, tash arasida yursa, bunchalar qoida usulni bilishi mumkinmi? Lekin men sizning ishchingiz pishmaydi ekan. Xuddi jangga yurgandek ish qilayotgansiz. Tursun sizning o'z o'g'lingiz-ku. Bayqi mudirmi pek qattiq qo'l ekan. Lekin uning bir yog'iz kepi quluqimga shundoq yoq deydi-a? Qaysi kepi? O meni Tursunning opasi deydi-ku. Utuq kazandım. Utuq kazandım. Almaxon. Almaxon. Yana nima bo'ldi? Hech nima. Hech nima? Ana sen nima tamoq yemaysan? Saqlayapman. Sen meni saqlayapsan. Po'latning tajriba natijasi saqlayapsan-ku deyman. Uning tajriba natijasi chiqmasa, ochliqdan o'ladigan o'xshamamsa. Almaxon. Kazandım. Tecrübem muhabbet oldu. Almaxon. Almaxon, yaxshimi? Po'latning tecrübesi muhabbet oldu. Al gel buraya. Qara, mana bu yangi pek saqlash to'g'risida ishlatilgan usul. Buni yana ishkilimi bo'ladi? Qanday? Aka. Amarxon. Ber o'ynaylik.
Kerim. Kerim. Tursun. Bunun tatlı uxlab ketkinni. Tursun, ey kim geldi? Ha, siz kelganmidingiz? Japa tatibsiz. Aldırış bolsamı, balını öyde yalğız taşlap qo'yishga bo'lmaydi-da. Bu balaza o'tgan qatimqi yilqi ishdan keyin yasliga faqat bormaydigan bo'lib oldi. Tursun yasliga muhtoj emas. U faqat o'ziga kuyinadigan odamga muhtoj. Hay? Siz uni nega bormoqchi? Tursunni to'pdan aytib ketay. U yerda eng yaxshi yaslida ham eng yaxshi maktablarda tarbiya ola oladi. Unda qilsa qolmashamdi. Neymiş qanlashmag'dak. Shunda qilsam sizni bu yerda xizmatingizni xotirjam ishlayverasiz emasmi? Bo'lmaydi, hargiz bo'lmaydi. Kerim. Rostini dana. Tursun dadi kimning bolasi? Albatta mening bolam. Anasi bular zodi kim? Tursunning o'z ota-onasi. Ham mening hisobdoshlarim. Tursunning onasi Tursunni elib yo'ldishini yo'qlab ketdi ekan. Tog'dan tushayotganda uchaylar mashina ostiga uchrabdi. Neymiş bana burunroq demaysiz? Bu ishni bilgan bo'lsam, sizga burunroq yordam qilmamdi. Tursunni men aytib ketay. U menga sizning o'g'lingiz. Men uni sizni tatib olmayman. Anarxon. O'ylash biroq ish qiling. Ota-onangizmi yashnab qolgan tursa? Agar menga birisi yordam qilmasa, Tursunni o'zim beqiyveraman. Bu muvofiq bo'lmaydi. Men rozi. Boshqalar qanday o'ylasa o'ylayversin. Bu ocham sizga qaytarishga tegishli qarz. Buni men o'z ustimga olaman. Tursun, av kishi buvang bo'ladi. Yeni dikisi momang. Hey, kichik. Bana aytib bergin, sen zodi kimning bolasi? Dada, o mening bolam. Qizim, sen oyoq qil. Mayli kimning bolasi bo'lsin, mening mehmonim bo'lgan ekan, men yaxshi yemekliklar bilan mehmon qilishim kerak. Men-ku qara. Ketimda turgan odam. Dada, u mehmon emas. Buningdagi mushu uyda turib qoladi. Bu zodi qanday ish? Anarxon, ayta, u zod kimning bolasi? Uning dadasi Kerim. Ha? Qaysi Kerim? Yezimizga harbiylikka ketgan Kerimchi. Chedirlarda yetib, har kuni har taraflarda yuradigan Kerim. Bu uning o'g'li. Bu yil 5 yoshga kiribdi. Bu zodi qanday ish? Uning opasi 3 yil ilgari mashina hodisasida o'lib ketibdi. Baliq bu ish qattiq ta'sir qilg'achqa gap qilolmaydigan bo'lib qopti. Kerimning uning holidan xabar olg'dak vaqti yo'q. Shunga uni men ilib keldim. Balam, anang ikkimizni uyda o'ltirib bekor bo'lib qoldi deb o'ylab qolgan o'xshamamsan. Dada, Tursun gap qilolmaydi. U bizning g'amxo'rligimizga muhtoj. Undaqda men uning lug'at bo'lar ekanman-da. U bizning uyda tursa, so'zli elam-da. Shu emasmi? Yana kelib u ochangning bolasi bo'lmasa, biz uni qanday boqamiz? Uning ustiga ustun tut uyimizda bir kichik bola paydo bo'lib qolsa, buni qo'shnilarga nima deb tushundiramiz? Uni mening bolam deb bilinglar. To'xta. Anarxon, qaraganda bizga deydigan gaping moda qiladi. Qandaqligi gapingiz edi? Ma'qul dada. Silimi bilinglar. Kishigimdan agitib so'zlashni o'rganmabdi ekanman. Gapni o'dirla daveray. Men Kerimni yoqtiraman. Mening bu bolaga ona bo'g'im bor. Gapim tugadi. Bu gapga
Sen Acan'ın burunqı layıqıga yatıp olmaqçı mı? Yani gelip. Moşu balanın dadısıga. Şundaq dada. Dada, bu gapning sizlarga eg'ir kelganligini bilaman. Buni men burunni demoqchidim, lekin dada. Nerede? Suni qo'ydim a? Yana bir qatim qo'yay ya. Yaxshi. Bo'ldi. O'rnimdan tura. Seni yuzga qo'yay. Ketir olay ya. O ishchi Kerim nima deydi? O texi menga javob bermadi. Bilaman. Uningmi qiyin. Nima ish? Apa, meni urg'ilib bo'lsa urayversizlar. Mening seni urug'im yo'q. Lekin hech tushunmadim. Sen nima shunda qiladigansan? Sening ochang'i bo'lgan mehring bak cho'nqir o'xshamamdi. Dahshatda men shunday o'ylagan. Lekin keyinchi o'zimningmi uni yoqtirib qolganligimni his qilib qoldim. Denisimi o'z vaqtida u ocham bilan yurgan chaqlarda men texi kichikdim emasmi? Qizim, sen Kerimning o'zing arzu qilib yurgan yigit ekanligini muqimlashtira olamsan? Bilmayman. Har qaytim ocham ishlagan shu elektr stansiyasining yenidan o'tganimda u xuddi menga baxt tilayotgandek tuyg'uda bo'ldim. Appa, ocham menga xushallik bilan qo'l so'ngladi bu. Ehtimol Kerim men o'ylagandek unchalik yaxshimi emasdi. Lekin u sizlar tasavvur qilgandek unchalik yomonmi emas. Qizim, ko'nglimni tushundi. Agar sen rostla shunday o'ylagan bo'lsang, andaqda u ochang sana ato qilgan baxt o'xshaydi. Bu ish dadamda eg'ir keladimi? Uning kesili yana qo'shilib qolarmi? Qizim, dadani men obdan tushunaman. U og'zida vor qilgani bilan ko'nglida yomonlik yo'q odam. Appa, men sizga eskilanmayman. Tursun, qara, bu-chi pishmish uzum. Bu uzum shundoq tatliq. Agar bir og'iz gap qilsang, og'zingga bir tal qetib qo'yaman. Pishmish uzum degina. Amsa pishmish uzum, pishmish uzum, pishmish uzum tapaqa. Hey, to'xta davotini. Nega sen to'xta. Dada.这样的话呢，现在公牛队就已经胜算在握了。我们看到，在知道这个比赛的形势已经赢了，所以说皮弗呢跟哈弗也是谈笑风生，非常的高兴。可以说这场比赛呢，在关键时刻，罗德曼还是立下了很大的功劳。看这个球遗憾，如果进的话，那也许场面呢就会发生根本性的变化。Sen harbilarni yaxshi ko'ramsan? 嗯。
Men yosh vaqtimda xalq askarlariga lanjang bo'lgan. O'rnidan turib, men salom ber. Nəhayət yaxşı. Mən biləməm. Muştopun kiramigini makallanın. Ömür boyu yukarı çıkanımı okulam sıra alıştırılır. Hey, kayır kalkınımıza bakmayın değil mi? Yoğan sözdeysiz. Ol arışınla cıp otur ha? Nime? Sen beni kayırıp kaldı de otamsa? Nime? Bundak bolsa, özünüz bakmazsız. Oldu. Cıptırın lan, koyusun lan. Baksın. Ben kayırıp kaldım ama. Doğru, işenmişsiniz. Bu topunu itip düşürpek mi ha? İdin ha. İdin ha. Ya halka neymiş kavatla çıkıyorsa? Geçse değil mi? Halklar çıkıyorsa. Bana nimdi de, yana bir digine. Canım kozam, beni ahır bu adet çağırdı, ha? Tursun! Gel bir katım öyle de. Baba, ben kayıp geldim. Tursun, kara, sana nimet geldim. Baba, Tursun'a neyim bo'ldi? Tursun, nahayat yaxshi. Senden yüzesi yaxshi. Shundaqmi? Undaqda sizlarni avar qilib qo'ydim. Oppa, su içeceğim. Oppa. Oppa, su içeceğim. Gep kılamaydigan bo'ldimmi? Oppa, yig'lama. Senin bolam. Gep kılamaydigan bo'ldingmi? Yig'lama, oppa. Senin bolam. Apa? O meni apa deyaladi? Wah. O'yini tashlab qo'ydi. Baba. Rahmat sizga. Rahmat baba. Bala, mush yo'lni tanlagan bo'lsam, pushaymon qilma. Qoraliq saqchi ofitser, askar do'stlarim. Bugun 1-avgust armiya bayrami. Men Yolqintoq sayohat kooperativiga vakolatdan sizlarning go'zal Turpan diyorimizga mehmon bo'lib kelishinglarni qarshi olaman. Turpan sizlarning bugungi oilanglar, shundaqla mangulik oilanglar.
Men sizlarning o'z hemşiranglar. Mening ismim Anarxon. Yeah!